Bugun men siz bilan juda muhim masalani ochib gaplashmoqchiman. Shifoxonaga borgan qariya odamni yoshi katta. Davolamaymiz. Joy yo'q. Sizga reja bo'yicha davolanish kerak emas. Uyga olib keting deb qaytarishlari mumkin yo'qmi? Bu mavzu faqat keksalarga emas, har bir oilaga tegishli. Chunki bugun ota-onamiz, bu bobolarimiz, ertaga esa o'zimiz ham shu tizimga murojaat qilishimiz mumkin. Ayrim joylarda odamlar orasida qariyalarni davolamaslik haqida yangi buyruq chiqibdi. Shifoxonalarda yosh katta bemorlarni qabul qilmayapti. Endi faqat yoshlar davolanadi degan gaplar yuribdi. Men bugun mutaxassis sifatida buni oddiy tilda tushuntirib beraman. Aslida nima o'zgargan? Qaysi holatda shifoxona rad etishi mumkin? Qaysi holatda rad etishi haqqi yo'q va eng muhimi, siz yoki yaqinlaringiz shunday vaziyatga tushsa nima qilishingiz kerak? Videoni hozirning o'zida kanalga obuna bo'lib qo'ying, like bosing. Chunki bunday ma'lumotlar vaqtida eshitilsa, insonning sog'lig'i, huquqi va ba'zan hayoti saqlanib qoladi. Avvalo eng katta savolga javob beraman. Qariyalarni faqat yoshi katta bo'lgani uchun davolamaslik qonuniy emas. Tibbiyotda bemorning yoshi muhim omil bo'lishi mumkin, lekin u yagona sabab bo'la olmaydi. Masalan, 78 yoshli odamda yurak xuruji belgilari bo'lsa, siz qarisiz, uyga boring deyish mumkin emas. Taban 2 yoshli ayolda insult alomatlari bo'lsa, baribir yoshi katta deb vaqt yo'qotish mumkin emas. Shoshilinch holatda tibbiy yordam ko'rsatish majburiydir. Lekin nima o'zgardi? Ko'plab shifoxonalarda qabul qilish tartibi, yo'llanma bilan yotqizish, rejali davolanish, bepul o'rinlar, elektron navbat, tor mutaxassisga kirish va tekshiruvlardan o'tish qoidalari ancha tartibga solinyapti. Oldin ayrim odamlar tanish bilish orqali yoki bevosita bo'limga kirib, meni yotqizing deb joy topishi mumkin edi. Hozir esa ko'p joyda avval oilaviy shifokor ko'radi. Yo'llanma bo'lishi kerak. Tahlillar topshiriladi. Komissiya qaraydi. Shoshilinchmi yoki rejali ekanligi aniqlandi degan tartib kuchaygan. Mana shu joyda odamlar chalkashadi. Qariya odam shifoxonaga borsa, unga sizga hozir statsionar shart emas. Ambulator davolanasiz deyishlari mumkin. Bu har doim ham davolamaslik degani emas. Ba'zan bu tibbiy qaror bo'ladi. Uy sharoitida to'g'ri poliklinika nazorati, kunduzgi statsionar yoki reabilitatsiya yetarli bo'lishi mumkin. Ammo ba'zan bu gap o'rtada beparvolik, mas'uliyatdan qochish, o'rin yetishmasligi yoki bemorning huquqini bilmasligidan foydalanish ham bo'lishi mumkin. Shuning uchun farqni bilish juda muhim. Ilgari ko'p oilalarda oddiy tasavvur bor edi. Odamning ahvoli yomonlashsa, uni tuman yoki shahar shifoxonasiga olib boramiz, vrach ko'radi, kerak bo'lsa yotqizadi. Amalda ham shunday bo'lgan holatlar ko'p, lekin tizim ichida bu jarayon har doim ham tartibli bo'lmagan. Kimdir haqiqatan ham og'ir bo'lgani uchun yotgan, kimdir tekshiruv uchun yotgan, kimdir faqat ukol dori olish uchun yotgan, kimdir esa uyda qarovchisi bo'lmagani uchun shifoxonada ushlab turilgan. Hozir ko'plab tibbiyot muassasalarida resurslarni ajratish talabi kuchaydi. Ya'ni shifoxona o'rni, shifokor va hamshira vaqti, dori-darmon, laboratoriya tekshiruvi hammasi hisob-kitob bilan ishlaydi. Tizim shuni demoqchi. Kimga 24 soatlik kuzatuv kerak bo'lsa, u statsionarga yotadi. Kimga faqat tekshiruv va dori tuzatish kerak bo'lsa, u poliklinika yoki kunduzgi statsionarda davolanadi. Kimga tez yordam kerak bo'lsa, u darhol qabul qilinadi. Bu yondashuvning yaxshi tomoni bor. Og'ir bemorga joy tezroq topilishi kerak. Lekin xavfli tomoni ham bor. Ayrim xodimlar bu qoidalarni noto'g'ri tushuntirib, sizga mumkin emas, qariyalarni yotqizmaymiz. Buyruq shunday deb aytishi mumkin. Men tomoshabinlarga aniq aytaman. Har qanday buyruq shunday degan gapni hujjat bilan so'rash kerak. Qaysi buyruq? Raqami qanday? Unda aynan nima yozilgan? Yoshi katta bemor davolanmaydi degan mazmundagi qoida bo'lsa, bu tibbiy etika va bemor huquqlariga zid bo'ladi. Odatda bunday gaplar rasmiy hujjatning o'zi emas, balki joylardagi noto'g'ri talqin bo'ladi. Birinchi navbatda 65 yoshdan katta surunkali kasalligi bor odamlar ehtiyot bo'lishi kerak. Masalan, qandli diabet, yuqori qon bosimi, yurak yetishmovchiligi, buyrak kasalligi, jigar kasalligi, astma, surunkali bronxit, insultdan keyingi holat, onkologik kasallik, Parkinson kasalligi, demensiya yoki harakat cheklanishi bo'lgan qariyalar xavf guruhiga kiradi. Bunday odamda kichkina infeksiya ham tez og'irlashishi mumkin. 35 yoshli odam shamollab 2 kunda tuzalishi mumkin. Lekin 70 yoshli diabetli odamda oddiy isitma ham pnevmoniya, suvsizlanish yoki hushdan ketish bilan tugashi mumkin. Ikkinchi guruh yolg'iz yashaydigan qariyalar. Men amaliyotda ko'p ko'rganman. 90 yoshli ona yolg'iz yashaydi.
bosimi 190 ga chiqqan, lekin tez yordam chaqirmayman, bolalarimni bezovta qilmayman deb 2 kun o'tadi. 3-kuni qo'li uvushadi, nutqi buziladi. Bu vaqtda insultning oltin soatlari o'tib ketgan bo'ladi. Shuning uchun yolg'iz yashaydigan qariyalarda hujjatlar tayyor turishi, farzandlarda tibbiy ma'lumotlar bo'lishi, doimiy dori ro'yxati yozib qo'yilishi kerak. 3-guruh. Yaqinda shifoxonadan chiqqan qariyalar. Masalan, bobongiz pnevmoniya bilan 7 kun davolandi, uyga chiqdi. 3 kundan keyin yana nafas qisishi, isitma, holsizlik boshlandi. Bu holatda yaqinda davolandi, endi kutamiz deyish xato. Qayta yomonlashish ba'zan kasallik qaytganini, dori yetarli bo'lmaganini yoki asorat boshlanganini bildiradi. Ayniqsa qariyalarda kasallik belgisi yosh odamlardagidek aniq bo'lmasligi mumkin. Ular ko'pincha ko'kragim og'riyapti demaydi. Faqat ovqat yemaydi, gapirmaydi, ko'p uxlaydi, chalkash gapiradi. Bu ham jiddiy signal. Agar qariya odamning holati barqaror bo'lsa, bosimi nazoratda bo'lsa, yuragi tinch bo'lsa, nafas olishi yaxshi bo'lsa, faqat rejali tekshiruv yoki surunkali kasallik bo'yicha dori tuzatish kerak bo'lsa, har doim shifoxonaga yotish shart emas. Masalan, 72 yoshli odamda bosim 1-2 atrofida yuradi. Shifokor dorisini o'zgartirmoqchi, tahlil va EKG kerak. Buning uchun albatta 10 kun yotish shart bo'lmasligi mumkin. Poliklinika kunduzgi statsionar yoki kardiolog ko'rigi yetarli bo'ladi. Yana bir misol, 6 yoshli ayolda tizza og'rig'i bor. Yillar davomida artroz. U yuradi, isitmasi yo'q. Oyoq shishmagan, og'riq asta-sekin kuchaygan. Bunday holatda shoshilinch bo'limga borib, meni hozir yotqizing deyishdan ko'ra, travmatolog yoki revmatologga reja asosida murojaat qilish to'g'riroq. Chunki shoshilinch bo'lim birinchi navbatda hayot uchun xavfli holatlarni ko'radi. Demak, hamma rad javobi yomon niyat emas. Lekin har bir rad javobi tushuntirilishi kerak. Shifokor nega yotqizilmayapti? Qaysi davolash rejasi berildi? Qanday belgilar bo'lsa qaytib kelish kerak degan savollarga aniq javob berishi shart. Men hozir aniq belgilarni sanayman. Agar qariya odamda mana shulardan biri bo'lsa, uyda kutib o'tirmang. Tez yordam chaqiring yoki shoshilinch qabul bo'limiga boring. Ko'krakda bosuvchi og'riq, chap qo'lga, jag'i yoki belga tarqaladigan og'riq, sovuq ter, hansirash, ko'ngil aynishi yurak xuruji belgisi bo'lishi mumkin. Qariyalarda yurak xuruji ba'zan og'riqsiz ham kechadi. Faqat holsizlik, terlash, nafas qisishi, qo'rquv hissi bo'ladi. 76 yoshli erkak oshqozonim bezovta deb yurishi mumkin, lekin EKG qilinsa infarkt chiqadi. Yuzning bir tomoni qiyshayishi, bir qo'l yoki oyoq kuchsizlanishi, nutq buzilishi, odam gapni tushunmasligi, ko'rish xiralashishi insult belgisi bo'lishi mumkin. Bu yerda vaqt juda muhim. Bir uxlab tursin. O'tib ketadi deyish eng xavfli xatolardan biri. Har bir soat miya hujayralari uchun hal qiluvchi bo'lishi mumkin. Nafas qisishi, lab ko'karishi, kislorod tushishi, odam yotganda bo'g'ilishi, balg'amli yo'tal, yuqori isitma, kuchli holsizlik, pnevmoniya yoki yurak yetishmovchiligi belgisi bo'lishi mumkin. Qariyalarda kislorod kamayganini oddiy ko'z bilan ham ko'rish mumkin. Odam gapni bo'lib aytadi, zinadan chiqolmaydi, o'tirgan joyida ham hansiraydi. Hushdan ketish, takroriy qusish, qon ketish, siydik chiqmay qolishi, qora najas, kuchli qorin og'rig'i, yiqilib bosh urish, son suyagi og'rig'i, qo'l oyoqning to'satdan shishishi ham e'tiborsiz qolmasligi kerak. Dokozin 4 yoshli odam yiqilib hech narsa bo'lmadi desa ham, agar boshini urgan bo'lsa yoki qon suyultiruvchi dori ichsa, tekshiruv zarur, chunki miya ichida qon quyilishi sekin rivojlanishi mumkin. Birinchi vaziyat. 9 yoshli otaxonning bosimi 2010 ga chiqqan. Oila a'zolari uni shifoxonaga olib borishadi. Qabulda bosim tushiruvchi dori beriladi. Bosim 1/6 ga tushadi, keyin uyga boring deyshadi. Bu yerda savol, bemorda ko'krak og'rig'i bormi? Nevrologik belgi bormi? Buyrak faoliyati buzilganmi? EKGda o'zgarish bormi? Agar bu belgilar yo'q, ahvoli barqaror bo'lsa, uyga javob berilishi mumkin. Lekin yozma tavsiya dori dozasi, qayta ko'rik va xavf belgilarini tushuntirish shart. Agar esa qo'li uvushgan, bo'sh aylangan, nutqi buzilgan bo'lsa, shunchaki uyga yuborish xavfli. Ikkinchi vaziyat. Tavzin 2 yoshli buvining qandli diabeti bor. Oyog'ida yara chiqqan. Uyda malham surib yurishgan, lekin yara kattalashgan. Hid kelgan, isitma chiqqan. Bunday holatda yoshi katta, operatsiya ko'tara olmaydi deb tashlab qo'yish mumkin emas. Jarroh, endokrinolog infeksion nazorat qand miqdorini tuzatish kerak. Ba'zan kichik aralashuv vaqtida qilinsa, hatto amputatsiyaning oldi olinadi. Kechiksa sepsis xavf paydo bo'ladi. 3-vaziyat, yetim yoshli ayol ko'p yillik yurak yetishmovchiligi bilan yuradi. So'nggi haftada oyoqlari shishgan,
kechasi yotolmayapti, 2 yostiqda uxlayapti. Nafas qisadi. Bu qarilik emas. Bu yurak suyuqlikni hayday olmayotganini bildirishi mumkin. Bunday bemorga doğru tuzatish siydik haydovchi, qon tahlili, elektrolitlar nazorati kerak. Uyda choy ichib yoting deyish to'g'ri yondashuv emas. 4-vaziyat. Magan shaxs yoshli bemorda demensiya bor, ya'ni xotira pasaygan. U birdan bezovta bo'lib qoldi. Tunda uxlamaydi, odamlarni tanimaydi. Oila demensiyasi kuchaydi deb o'ylaydi. Aslida qariyalarda siydik yo'l infeksiyasi, suvsizlanish, qon tushib ketishi yoki dori nojo'ya ta'siri shunday chalkashlik berishi mumkin. Demak, ruhiy holat o'zgarsa ham tibbiy sabab qidirish kerak. Endi juda muhim nozik masala. Shifoxona hamma odamni istagan paytda yotqizishi shart emas. Shifoxona o'rni tibbiy ko'rsatmaga qarab beriladi. Agar bemorda statsionar davolanishga ko'rsatma bo'lmasa, shifokor ambulator davolashni tanlashi mumkin. Bu qonuniy bo'lishi mumkin. Lekin buning uchun bemor ko'rilgan, holati baholangan, kerakli tekshiruvlar qilingan yoki kamida tavsiya yozilgan bo'lishi kerak. Ikkinchi nozik jihat, shoshilinch yordam va rejali davolanish bir xil narsa emas. Shoshilinch yordamda bemorning hayoti yoki aziz xavf ostida bo'ladi. Rejali davolanishda esa navbat, yo'llanma hujjat, tahlil talab qilinishi mumkin. Masalan, katarakta operatsiyasi, tizza protezi, reja asosida yurak tekshiruvi, sanatoriyaga yuborish bular navbat bilan bo'lishi mumkin. Lekin yurak xuruji, insult, og'ir qon ketish, nafas yetishmovchiligi navbat kutmaydi. 3-nozik jihat, qariya bemorga operatsiya qilish yoki qilmaslik masalasi faqat yoshga qarab hal qilinmaydi. Shifokorlar umumiy ahvol, yurak o'pka imkoniyati, qon tahlillari, behushlik xavfi, bemorning o'ng roziligi, foyda va zarar nisbatini baholaydi. Masalan, 9 yoshli odamga ba'zan son suyagi sinig'ida operatsiya qilish kerak bo'ladi. Chunki yotib qolsa, tromb, pnevmoniya, yara va o'lim xavfi ortadi. Aksincha 65 yoshli odamda og'ir saratonning oxirgi bosqichi bo'lsa, ayrim agressiv muolajalar foydadan ko'ra zarar keltirishi mumkin. Demak, masala yoshda emas, tibbiy ko'rsatma va bemorning manfaatida. 4-nozik jihat, palliativ yordam davolamaslik degani emas. Ba'zi oilalar davolab bo'lmaydi degan gapni tashlab qo'yishdi deb tushunadi. Palliativ yordam og'riqni kamaytirish, nafasni yengillashtirish, yara parvarishi, ovqatlanish, ruhiy qo'llab-quvvatlash, oilaga yo'l yo'rib berish demakdir. Bu ham tibbiy yordam. Lekin palliativ yordam bahonasida bemorni tekshirmaslik, og'riqda qoldirish yoki oilani yolg'iz tashlab qo'yish mumkin emas. 5-nozik jihat, hujjatsiz gap kuchsiz. Bizni qabul qilishmadi degan vaziyatda ko'p oila og'zaki gap bilan qaytadi. Keyin shikoyat qilmoqchi bo'lsa, qo'lida hech narsa bo'lmaydi. Shuning uchun qabul bo'limida bo'lganingizda ko'rik natijasi, tashxis taxmini berilgan dori, rad etish sababi va tavsiyalar yozilgan qog'ozni so'rang. Agar elektron tizim bo'lsa, ko'rik qayd etilganini so'rang. Endi eng kerakli qism. Nima qilish kerak? Men buni oddiy va aniq tartibda aytaman. Birinchi qadam, qariya odamning tibbiy papkasini tayyorlang. Unda pasport nusxasi, pensiya guvohnomasi bo'lsa nusxasi, doimiy kasalliklar ro'yxati, ichayotgan dorilar ro'yxati. Allergiya bor yo'qligi, oldingi tahlillar, EKG, UTT, rentgen yoki MRT javoblari, shifoxonadan chiqish xulosalari bo'lsin. Dorilar ro'yxatda nomi, dozasi va kuniga necha marta ichilishi yozilsin. Oq tabletka. Yurak dorisi deb yozish foydasiz. Masalan, amlodipin 5 mg ertalab, metformin 1000 mg kuniga 2 marta, aspirin 75 mg kechqurun kabi aniq bo'lsin. Ikkinchi qadam, oilaviy shifokor bilan aloqa qiling. Agar holat shoshilinch bo'lmasa, avval oilaviy poliklinikaga boring. Yo'llanma, tahlil, tor mutaxassisga navbat, kunduzgi statsionar masalasini shu yerda boshlang. Ko'p odam bevosita katta shifoxonaga boradi, keyin yo'llanma yo'q deb qaytadi. Shoshilinch bo'lmagan holatda yo'llanma katta ahamiyatga ega. 3-qadam, shoshilinch belgilar bo'lsa, vaqt yo'qotmang. Tez yordamga qo'ng'iroq qilganda qariya odam yomon bo'lib qoldi deb umumiy aytmang. Aniq ayting, yoshi nechida. Asosiy kasalligi nima? Bosimi nechi, qandi nechi bo'lsa, harorati, nafas qisishi, hushida yoki yo'q, qo'l oyog'i ishlayaptimi, ko'krak og'rig'i bormi? Masalan, 72 yosh, diabet va yurak kasalligi bor. Bosimi 220 yong'in, nutqi buzildi. O'ng qo'li kuchsiz desangiz, vaziyatning og'irligi aniq tushuniladi. 4-qadam, qabul bo'limida savollarni to'g'ri bering. Nega yotqizmaysiz deb janjal bilan boshlash o'rniga aniq savol bering. Statsionarga yotqizishga ko'rsatma bormi yoki yo'qmi? Qaysi tekshiruvlar asosida shunday qaror qilindi? Uyga olib ketsak, qaysi belgilar bo'lsa darhol qaytamiz?
Qaysi dorilarni qachon beramiz? Qayta ko'rik qachon? Bu savollar shifokorni ham mas'uliyat bilan javob berishga majbur qiladi. 5-qadam yozma xulosa so'rang. Agar sizga uyga olib keting deyishsa, iltimos ko'rik xulosasi va tavsiyani yozib bering deng. Agar joy yo'q deyishsa, unda bemor qaysi muassasaga yuboriladi? Buni yozib bering deng. Og'ir bemorni shunchaki eshikdan qaytarish mumkin emas. Muqobil yo'l ko'rsatilishi kerak. Boshqa shifoxona tez yordam orqali yo'naltirish navbatchi mutaxassis. Yuqori turuvchi markaz yoki qayta murojaat tartibi. 6-qadam shikoyatni to'g'ri yozing. Agar haqiqatan ham bemorga yordam ko'rsatilmagan, tekshirilmagan, haqorat qilingan yoki xavfli holatda uyga qaytarilgan bo'lsa, shikoyat qilishga haqqingiz bor. Shikoyatda hissiyotdan ko'ra faktlar muhim. Sana, vaqt, shifoxona nomi, bo'lim navbatchi shifokor ismi ma'lum bo'lsa, bemorning yoshi, alomatlari nima deyilgan? Qanday yordam ko'rsatilgan yoki ko'rsatilmagan? Siz nimani so'ratgansiz? Qanday javob bo'lgan? Qo'lingizdagi hujjatlar nimaligi yoziladi? Bizga yomon muomala qilishdi degandan ko'ra 2025 yil falon kuni soat 20 Ustida kam 2 yoshli bemor nafas qisishi bilan olib borildi. Saturatsiya o'lchanmadi, EKG qilinmadi, yozma xulosa berilmasdan uyga yuborildi degan yozuv kuchliroq. 7-qadam qariyani yolg'iz yubormang. Katta yoshli odam shifokor oldida hayajonlanadi, gapini unutadi, dorilarni ayta olmaydi. Yonida farzandi, nevarasi yoki ishonchli qo'shnisi bo'lsa, ma'lumot to'liq yetadi. Ayniqsa eshitishi past, xotirasi sust, ko'zi yaxshi ko'rmaydigan yoki insultdan keyin gapirishi qiyin bo'lgan odam yolg'iz bormasligi kerak. 8-qadam uyda kuzatuv daftarini yuriting. Bosim, qand, harorat, puls, nafas qisishi, ichgan dori, ovqatlanishi, siydik miqdori yozib borilsin. Masalan, ertalab bosim 16 dokmin, puls ko'z tekish, qand 9-5, kechqurun bosim 1 daqiqadan deymiz, bosh og'rig'i bor degan yozuv shifokorga juda yordam beradi. Bu oddiy daftar ba'zan tashxis qo'yishda katta tekshiruvdan ham foydaliroq bo'ladi. Birinchi xato, qarilikda deb hamma narsani yoshga bog'lash. Qariya odamda holsizlik ham infeksiya belgisi bo'lishi mumkin. Yiqilish ham bosim tushib ketgani yoki yurak ritmi buzilganini ko'rsatishi mumkin. Ishtaha yo'qolishi ham jiddiy kasallik belgisi bo'lishi mumkin. Ikkinchi xato, qo'shnining dorisini berish. Bir odamga foyda qilgan dori boshqasiga zarar qilishi mumkin. Ayniqsa qon suyultiruvchi bosim dorisi, qand dorisi, og'riq qoldiruvchi dorilar qariyalarda ehtiyotkorlik bilan beriladi. Buyrak faoliyati past bo'lsa, oddiy og'riq qoldiruvchi ham zarar yetkazishi mumkin. 3-xato, shifoxonadan rad javobi bo'lsa, butunlay taslim bo'lish. Agar siz ichingizda holat og'irligini sezsangiz, qayta murojaat qiling. Boshqa navbatchi shifokor, boshqa muassasa, tez yordam yoki yuqori tashkilot orqali yo'l izlang. Tibbiyotda ba'zan birinchi ko'rikda hamma narsa bilinmaydi. Belgilar kuchaysa, qaytib borish uyat emas, bu to'g'ri qaror. 4-xato, hujjatlarni yo'qotish. Har bir shifoxonadan chiqish xulosasi, tahlil javobi, dori tavsiyasi saqlanishi kerak. Keyingi shifokor avval nima bo'lganini bilmasa, davolash takrorlanadi yoki xato bo'lishi mumkin. 5-xato. Qariyaning o'z fikrini butunlay chetga surish. Agar bemor hushida, tushunadi va qaror qabul qila olsa, uning roziligi muhim. Biz bilamiz, siz jim turing deyish to'g'ri emas. Shifokor ham, oila ham bemorga tushuntirish kerak. Kasallik nima? Davolash foydasi nima? Xavf nima? Davolanmasa nima bo'ladi? Siz tibbiy yordam so'rashga, tushunarli izoh olishga, ko'rikdan o'tishga, shoshilinch holatda yordam olishga, yozma tavsiya olishga, tashxis va davolash rejasini bilishga haqlisiz. Siz shifokordan mo'jiza talab qila olmaysiz, lekin e'tibor, ko'rik, asosli qaror va hurmat talab qila olasiz. Agar shifokor statsionarga yotqizishga asos yo'q desa, bu gapning tibbiy sababi bo'lishi kerak. Masalan, hayotiy ko'rsatkichlar barqaror, tahlillar xavfli emas, shoshilinch jarrohlik kerak emas, uyda davolash mumkin. Shunda sizga aniq davolash rejasi beriladi. Agar qabul qilmaymiz, tamom desa va hech qanday ko'rik bo'lmasa, bu boshqa masala. Agar o'rin yo'q deyishsa, og'ir bemor bo'lsa, muassasa boshqa joyga yo'naltirish mexanizmini ishga solish kerak. Chunki bemor o'zi shifoxona yuradigan holatda bo'lmasligi mumkin. Ayniqsa nafas qisishi, hush buzilishi, qon ketish, insult yoki infarkt gumoni bo'lsa, vaqt eng katta omil. Bugungi mavzuda eng asosiy fikr shuki, qariya odamni faqat yo'sh uchun davolashdan bosh tortish mumkin emas. Ammo har bir qariya ham albatta shifoxonaga yotish shart deganim emas. Farq shoshilinch holat, tibbiy ko'rsatma, tekshiruv natijasi va bemorning umumiy ahvolida.
Sizning vazifangiz vahimaga tushish emas, lekin huquqingizni bilish, hujjat yig'ish, aniq savol berish va xavfli belgilarni o'tkazib yubormaslik. Men mutaxassis sifatida shuni aytaman. Qariyalar bilan bog'liq eng katta xavf ko'pincha kasallikning o'zi emas, balki kechikishdir. O'tib ketadi. Qarilik ertaga boramiz, shifoxona olmaydi ekan degan gaplar vaqtni yo'qotadi. Vaqtida qilingan EKG, vaqtida chaqirilgan tez yordam, vaqtida yozib olingan bosim va qand ko'rsatkichi, vaqtida so'ralgan yozma xulosa katta muammoning oldini olishi mumkin. Sizdan iltimos izohlarda yozing. Sizning hududingizda qariyalarni shifoxonaga qabul qilishda qanday muammolar bor? Joy yo'q, yo'llanma yo'q, yoshi katta degan gaplarni eshitganmisiz? Tajribangiz boshqalarga ham foyda bo'lishi mumkin. Videoga like bosing, kanalga obuna bo'ling va bu videoni ota-onasi yoki qariyasi bor yaqinlaringizga yuboring. Bunday ma'lumot har bir oilaga kerak.